Mana shu Gagarin ko'chasi, mana bu yerda yangi most, Korzinkani yonida, mana shu domda Srochniga Zolotoy etaj, ikkinchi qavatda 4 xonalik Zaxada Jivi, yana o'rtada joylashgan tartavoy emas, hozir Zaxada Jivi uyimizni ko'rsatamiz. Kattagina zal, yana mebel texnikalari bilan nima ko'ryapsizlar? Mana shu holatda topshiriladi, kirib bemalol yashasa bo'ladi. 4 xona plus 6 metrlik verandasi bilan mana shu yerga o'tirib yeydigan joy, kuxnini bu yerga qilgan. Bunda 4 xonadan tashqari kladovkasi ham bor, gap bo'lishi mumkin emas. Bu kuxni bo'ladi, mana bu esa zal bo'ladi. Bitta uylarni obzor qilamizlar-ki, gapni to'g'risi juda ham kattagina. Mana tashqari taraf eshikdan kiraverish. Mana o'ng qo'limizda bitta bolalar uchun yotoqxona. Mana bu ikkinchi xonasi, eng qizig'ini aytaymi sizlarga? Eng qizig'i. Gagarin ko'chani boshi, mana Gagarin Zolotoy etaj ikkinchi qavatda joylashgan. Zal, bitta bolalar uchun yotoqxona, yana bitta bolalar uchun yotoqxona. Bunisi esa kattalar uchun yotoqxona. Nima ko'ryapsizlar? Mana shu holatda topshiriladi. Har bitta xonasiga trezasi bor. Konditsioneri ham bor ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Kuxnini ko'rsataman. Ana endi obshi sanuzelni ko'rsataman. Razdelni sanuzellari kafel qilgan. Mana bu yer dushovoy kabina qilgan, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yer yana bitta xonachasi. Bu esa kuxnisi 6 metrlik veranda. 4 xonalik plus 6 metrlik verandasi bilan 81 ming yana ozgina savdosi bor.